Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Uyg'onalik hamda qarsak olinglar, ha? O'zingizlarga o'zingizlar, kayfiyat uchun. Hamma zo'r, hozirgi qo'shiq, meni qo'shig'im, shu mikrofonga qiziqardim yoshligimda, stand-upchilar va shunaqa yuraveradi-ku sahnada. Dushga kirsam shunaqa bo'lsa kerak. Men ismim Kamol, lekin hamma meni Koma deydi. Koma laqabim shunaqa. Men o'zi asli Buxorolikman, Buxoroda tug'ilganman, Jizzaxda katta bo'lganman. 2016-yildan beri zominlikman, qarsakchasilik bo'lgan. Endi demoqchi bo'lganim faqat qarsak deyotganim sabab bor-da, bemalol qarsakchasilik bo'ladi, chunki men Jizzaxdan, sizlar Toshkentdan, Toshkent bilan Jizzax mana shunaqa chambarchas bog'liq. Bizning o'rtamizda hech narsa yo'q. Shuning uchun, Sirdaryo bor aytgancha. Ko'ryapsizlar, bitta qarsak deb butun bosh Sirdaryoni yo'q qilib tasavvur qilasizlar sizlar uchun. Biz Jizzaxdanman, bizni Jizzax bilan Dubayda umuman farqi yo'q. Dubay ham cho'l, Jizzax ham cho'l. Xo'p, men kecha Toshkentda bir chekka qishloqqa bordim. Toshkentning chekka qishloqlari juda ham rivojlangan. Men o'zim Jizzaxda bir qishloqdanman. Men hayron qolgan narsam Toshkentning chekka qishloqlarida qarsak cholsa, svet yonar ekan uylarda. Bizni qishloqda naborot, svet kelsa hamma qarsak cholvoradi. Endi kecha Jizzaxdagi quriladigan narsalar, joylar, binolar bo'yicha yig'ilish bo'ldi. Men ham kirdim va eshitib o'tiribman, juda qiziq bo'ldi. Qaranglar, diqqat bilan eshitinglar. Alisher Navoiy ko'chasida deydi, klub quramiz deydi. Muqimiy ko'chasida deydi, kalyaxona ochamiz deydi. Amir Temur ko'chasida alkogol, spirtni ochamiz deydi. Men aytdim, yo ko'cha nomini o'zgartiraylik, yo bu narsalarni umuman qurmaylik dedim. Bunaqa rivojlanish kerak emas bizga. Bir qizga uylanmoqchi bo'ldim yaqinda, bir nochor qiz edi, Farrosh qizi. O'sha qizga nimasi yo'q ekan deb rosa o'yladim boshida, bir sovg'a beray, ko'ngilni ko'taray deb, telefoni yo'qmi deb o'ylab telefon berdim, oldi. Puli yo'qmi ekan deb pul berdim, oldi. Bir tillasi bo'lmasa kerak deb tilla berdim, oldi. U qizni nimasi yo'q ekan desam, uyati yo'q ekan. Bersa olavergan. Mani rangim qora, e'tibor bergan bo'lsanglar, bu grim, mana o'z badanim qop-qora. Men shuning uchun qora kiyimlarni yaxshi ko'raman va men o'zimdan kelib chiqib bir bozor ochdim. Nima bo'ldi deyishinglar mumkin, yopilib ketdi, chunki qora bozor noqonuniy. Yoshlikda hammani laqabi bo'ladi-ku. Kimdir semiz bo'lsa, o'sha semiz deyishadi, lekin o'sha semiz bola kattarib, arriqlab laqabi yo'q bo'lib ketadi. Lekin men laqabim hali ham bor, alam qiladi. Kamol qora. Xo'p. Jizzaxdan Toshkentgacha men taksida keldim. Eng qizig'i, taksi bir og'iz ham gap gapirmadi. Agar taksi sizga bir og'iz gap gapirmasdan manzilingizgacha olib kelsa, demak u yo siyosatni tushunmaydi, yo siyosatdan xabar yo'q o'g'lim. Uyimga akvarium oldim va akvariumda suvni to'kib tashladimda, ichini pivo bilan to'ldirdim, chunki pivo bilan baliq zo'r ketadi. Men bankka ishga kirdim, lekin matematikam 0, lekin qorovullikka matematika kerak emas ekan. Keyin bir 60 yoshli ayol bor, 60 yoshli ayolga uylanmoqchiman, aytishinglar mumkin, bu pul uchunmi deb, yo'q. Chunki onam o'zimga o'xshagan kelin topdi degan. Onam 60 yoshda. Shuning uchun o'shani qildim topdi. Xo'p, men nima demoqchiman? Agar kim umrida ayol kishidan kaltak yemagan bo'lsa, demak uni onasi juda ham mehribon ayol. Rahmat, sizlar bilan Koma bo'ldi.